Akalar, boqma buqani chempionini olaman deganlar videoni o'tkazmasdan og'ircha ko'rib turasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turish ham esdan chiqmasin. Xudo xolasa sifat sorti va jasadiga o'ta zo'rlaridan kelgan. Inshaalloh narnovosini chiroyli qilib yoritib beramiz, akalar. Videoni mana shunday boqma buqa va paltarashka olaman degan do'sti birodar qarindoshlarga sekingina jo'natib qo'ysin, xudo xolasa manfaatli ish qilgan bo'lardilar, akalar. Xo'p, nima deymiz? Agar xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan o'sha afsonaviy Abdulla Hoshim akamni mini fermasiga bo'lganmiz. Mana bunday olib arodalar nima deyapti aka? Xudo xolasa aytadi-yu, ola boqding, bola boqding deydi. Aka narx-navoz juda yengil bo'ladi. Akamni o'ziga yuzlansa, qo'llaridan kelgancha chiroyli qilib narx-navosini yoritib beradilar. Mol bilmasang targ'il ol deydi. Mana bunday targ'illar aka. Sizlarni kutmoqda. Ekran qarshisiga nomerlarni qo'yib ketamiz. Xudo xolasa yoshiga ham yosh, bemalol telefon qilib, yana bir qator akamdan ma'lumotlarni olib, chiroyli qilib savdoni o'tirishlaring mumkin. Hafta kuniga yakshanba 5-iyul 2026-yil. Bu yoqda Abdulla Hoshim akam o'zlari aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hakimimiz yaxshimi? Kayfiyatlar aka? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar zo'r. Aktuallang xudo xolasa. Ha, xudo xolasa olib keldik. 15 bosh. 15 bosh. Yengilgina, yengil sotamiz, yengil qo'yib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Sulus video qilyapman ekan. Sulus video qilyapmiz aka. Xudo xolasa. Necha puldan ekan? Sulus aka uyga yetib kelishi 750 so'm. Xudo xolasa endi mana sulus olishgandan ketdi, mana molni hamchi sekin bitta sulus qayrashasini olish bo'ladi. Xudo xolasa. Ha? Joningiz omon bo'lsin. Sulus qachon qo'yamiz videosini? Sulusdagi hech qachon qo'yamiz, xudo xolasa soat 7:30-8larga qo'yamiz inshaalloh. Necha gektar ekan? Ko'p ekan? Aka 6 gektar bor ekan. 6 gektar. Ha, hozir o'rilayotgani. 2 kundan keyin yana 15 gektarlisi bor ekan. Hakimboy? Xo'p, akalar xudo xolasa mana. Voy jonivorlar, mana mol qo'ying. Molda 7 ishtisi. Aha. 1.8 ga olish bo'ladi. 7 ishtisi o'zi qonidan ma'lum. Janavarda. Qoni chiqib turibdi, 7 ishtisi behajolar. Yedirib, ichirib bir haftasini olish bo'ladi. Orqa boshlari, oyoq qo'llari akalar xudo xolasa bel, yelka qismlariga ham e'tibor berib ketasizlar. Keyingisi biri 10 ga olishadi Hakimboy. Biri 10 ga. Jonivor mana. Navbatdagisi akalar xudo xolasa. Ikkalasi bir jup chiqadimi aka? Ikkalasi bir jup chiqadi. Molni beli aka yelka qismlariga mana. Polvonligiga ham alohida e'tibor berasizlar. Xudo xolasa ikkalasi ham boqadigan yaxshi narsalar. Bir joyga oldim degan aka qani? Bismillahirrohmanirrohim. Ikkalasi bir joyga 30 million 500 ming so'm. 30 million 500 ming so'm. Savdosi bor. O'tib berasiz chiroyli qilib. O'tib ham beraman. Aytilgan Toshkentga g'izlat yetkazib beramiz. Vodiy nechiga? Vodiyning ichiga hayri bor. Hayri bor. Vodiy yuzdanman deysiz, chiroyli qilib o'tib berasiz. Vodiy yuzdanman deysan, telefon qilib. Yana o'tib beraman, aka. Barakat joningiz sog' bo'lsin. Akalar xudo xolasa 30 million 500 ming so'mga, lekin realniy bozordan ham arzon bo'ldi. Bugun Namangan Chus bozoriga ham chiqdim aka, videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, yuklaganman. Yuklamadim, hali yuklamayapman adashmasam. Xo'p, xudo xolasa aka bemalol kanalga o'tib ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa bozorga taqqoslab olaman deganlarga bozordan akalar 1 million 1,5 million arzon deb katta gapirmaymiz. Aka xudo xolasa 500 ming so'mgacha arzon bo'ladi. 500 ming so'mgacha. U Tudayda bozordan 1 million arzon, boshqasidan 1,5 million arzon deb yo'q narsani gapirilmaydi. 500 ming so'mgacha xudo xolasa arzonlatib berishga aqlimiz yetadi aka. Xo'p, navbatdagilari. Hakimboy biri 10 ekan. Aka xudo xolasa polvonidan jonivor. Mana buni ko'ring. Orqa boshlari aka oyoq qo'llari baquvvatligi, molda bel, yelka qismlariga ham mana. Joning sog' bo'lsin. Kuchli. Bir kishi kommentariyada ham yozibdi, Abloshim aka, molni ko'p maqtayapsan, nimaga molni maqtayapsan? Aka, bor narsani gapiramiz biz ham. O'sha hali hammaga ham tegishli emas bu gap. O'sha yozayotgan, kommentariyada yozayotgan akalarimiz uchun o'sha. Hali ko'p gapiryapsan, unaqa, bunaqa, suday deyotgan akalarimiz uchun bu gap. Aka, bor narsani gapiramiz, yo'q narsani biz ham o'zimizdan qo'shmaymiz. Bor, yo'g'i yo'q. Xo'p, navbatdagisi. Xudo xolasa olab arodasiga mansub. Olasi ham 1.10 ekan. 1.10. Molda aka orqa boshlarini ko'ring. Oyoq qo'llari aka mana gabaritiga ham alohida e'tibor berasiz molda. Joning sog' bo'lgur. Ikkalasi bir joyga aka? Chubib qo'yasan. Keling. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ikkalasini bir joyga 16 million 400 ming so'mdan olsin. Hayırlı beraman yana. 16 million 400 ming so'mdan. 400 dan. Telefon qilsa yana o'tib berasiz. Yana o'tib beraman.
Joningiz sog' bo'lsin aka. Hakim yana bir gap. Hop. Nabot hali oldin aytib qo'ya, telefon qilishsa, "Ash bolan tillovdi, menga qo'shib olyapsan, puli so'p qoldi" deyishmasin. 200 ming so'm topib o'tib olgan uni. 200 ming so'm. Ha. Bo'ldi. Mol ajrab turibdi o'zi. Lekin haqiqatan mol bilganda 200 ming so'm topib o'tib, tanlab olish. mol boshqacha narsa ekan. Shuni aytib lekin mol haqiqatan boshqacha narsa ekan qarang. Baliq bo'lib qolgan jonivor, baliq. Xo'p, navbatdagilari. To'rttaligi, Hakimboy. To'rttaligi. 1, 2, 3 qizilgacha. Qizilgacha. Bo'ldi. Agar Xudo xolasa mana ekranda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, adlojim ekan mana ko'rishlaring mumkin. Mollar taqqaslab, Xudo xolasa mana metrlaring bo'lsa, uyda mol bo'lsa, bemalol taqqaslab ko'raverasizlar molni oldiga borib. Ikkinchisi ekan. Mana uchinchisi. Voy jonivor, mana buni ko'ring. Haqiqatan boshqacha narsa ekan, mana qarang. Jonivor, mana bu to'rtinchisi. To'rtinchisi akalar. Xudo xolasa akalar yaxshi narsalar. Mollarimiz bemalol ko'ra olishlaring mumkin. Qoradan qizilgacha. To'ralasi. Ko'ralyapsiz. Xo'p, nechidan nechigacha bo'lyapti endi bag'i? Biri 16 dan, biri 18. Xo'p, akalar biri 16 dan biri 18 gacha bo'ybastlari. Hakimboy 15 plyusdan olsin, uka. Biri 15 plyusda. Biri 15 plyusdan to'ralasini olsin. Keling aka, qani. Mollar kichkina narsa emas, hali biri 15 plyusdan olsin deyapti deb hali mol kichkina ekan o'ylashmasin. Bu o'lchab olishaveradi. Prosta hali chamala olgan. Ko'z chama. Ko'z chama. 17 million 500 ming so'mdan to'lalasini bir yerga. Bir yerga olsin, yana gamini qilib beraman. Tanlab olish qancha narxda ketaveradi, uka. Toshkentgacha ham shu narxda yetib boradi. Toshkentgacha ana narxda yetib boradi, buzilmaydi, uka. Vodinnichiga o'tib berasiz. Voyaga o'tib bergyapmiz. Barakat joningiz omon bo'lsin. Akalar Xudo xolasa mana akamlarimizni oldik. Telefon qilaverasizlar Xudo xolasa. Jonivorlar. Lekin haqiqatan mana ko'rib olishlaring mumkin. Bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli. Endi mana bu targ'ilni ko'ring. Jonivor. Targ'il ham yaxshi narsa ekan bu qarang. Mol qorin sohasiga ham alohida e'tibor berasizlar. Mol uzunlik holatiga ham. Aka bu o'zi chiqadimi yo sherigi bormi buni? Buni sherigi ko'p. Sherigi bormi? Sherigi targ'ildan boshlab. Bo'ldi, targ'ildan boshlab. 2, 3, 4, 5 ta. 5 tasi. Targ'ildan boshlab 5 ta 6 bo'ladi. Targ'ildan 6 ta bo'ladi. Targ'ildan 6 ta. Mana bular ko'ring endi molni. Voy jonivor. Targ'il birinchisi bo'lsa, mana bu ikkinchi bo'ladi. Xudo xolasa ikkinchisiga. Molni akalar Kimet variant. oyoq qo'liga, suyagiga, jasadiga ham alohida e'tibor berasizlar. Mollar bari jasadli, suyakli narsa. Yem yegan mol emas aka, bari yemga tayyor. Olib borasiz. Ozgina sababini qilasiz, Xudo xolasa barakasini topasiz aka. Qora o'yidan so'raganlarga mana. Tengi deb qo'ya janob. Joning sog' bo'lgin. Maza qilib boqadiganlardan. Oyog'i paypog'i bordan so'raganlar. Ay jonivor mana. Dumiga ham gidib qo'yibsiz paypat. Gidrami? Gidra deydimi futbolchilarga? Gidra. Ha, chempion. Qachda bo'ladi? Ha, jonivorlar. Bo'ldi aka. Xudo xolasa mana 5-chisi aka. 5-chisida ham 5-chisida kalta paypat ekan. Keltirib paypat. Bu zamonaviy paypat. Zamonaviy. Xudo xolasa mollarimiz jasadli yaxshi narsalar ekan, bari aka. Boqaman deganlarga akalar Xudo xolasa tavsiya qilamiz. Bari suyadi. Boqsangiz arziydigan narsalar. Mana. 6-chisi. 6-chisi. Tunchab qo'ying. Xo'p, aka kimdir ko'rib, mana buni nima bo'lgan, qo'tirmi, bunaqam deyish mumkin. Mol qo'tirib o'tirmas, molni sonida haligi masalan qattiq qilib qoladi-yu, go'ng qotib. Ana shu narsa to'kilgan. Tarab tashlangan. Taralgan, to'kilgan shu. Hali hammani xayoli har xil bo'ladi. Ha, doktorlar ham ko'rsatib olgan. Molni ko'ring aka, kengligini buni yelkan qarang. Voy jonivor. Maza qiladigan. 2 yillik tutilib olgan bu mol. Xudo xolasa. Ha. Yildan keyin to'lamaydi. Yildan keyin to'lamaydi. To'lamaydi. Ay jonivorlar. Bir qator yana bir ko'rsatib o'tamiz aka. Xudo xolasa bu yog'i targ'ilgacha. Mana targ'ildan boshlab 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Aka bo'ybaslari qanaqa ekan? Qara, biri 10 plyusdan, Hop, biri 10 plyusdan, biri 20 gacha. biri 20 gacha. Bittadan. Keling aka. Adashmasam 1 dona targ'il xolos obunachilar. Qolgani o'sha 1.15 plus, bag'i o'sha 1.20 gacha. Biri 20 gacha. Gapiring. Bitta targ'il olasiz. Tars kelsang aka nuqtani qo'ying. Oldi qo'shdi hali gap so'z gapiring. Nuqta qo'yishga gapiring. 18 yo'q narx. Hop. Mayli. 17 million 900 berasiz. Menga nuqta qo'ydingiz, obunachilarga o'tib berasiz lekin. Uka. Hali bo'lgan narxda aytgan joyim yo'q shu paytgacha. Har doim savdosi bor narxda aytib yurganman. Olsin buni o'tib beraman, uka. Alyo deysiz, ishlayman. Bitadi aka.
Baraka otangiz. Kalla boshqa mashdan to'g'ri uradi. O'sha narta. Plyusi yo'q olsin. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar xudo xolasa 17 million 900 ming so'mdan yoqqanini tanlayman. Yo'q, 600 bir joyga oldim deganga xudo xolasa chiroyli qilib kam xayrin qilib beradi. Xo'sh edi, akmal akam ketyaptilar. Jonlarim olmasin. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xo'p, endi mana bu yerda aka bog'ma buqani legendasi. Oyoq qo'li aka korpus suyakka umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Molni yelkasi abdeni tegmayman qani. Mol gövdasini ko'ring, aka men qani, qushlarni qani. Akimboy tish buzdi. Hop, tish buzgan. Tish buzgan. O, zo'r yerga kelibdi aka, tish Zo'r buzgan. yerga keldi. Haqiqatan ham. Berish kerak bo'ldi. Boqish kerak, haqiqatan. Sababini qilish kerak. O'zi qoslab so'raydi. Boshqacha narsa bo'lib ketadi, lekin bor tish Xohlasa bir buzgan. choy so'raydi, qoslab so'raydi mo. Xudo xolasa. Qoslabni yo'qayda deydi. Keling aka. 120 plyuska olishadi. 125 chiqyapti. 120 plyuska olishadi. Mol uzunligini ko'ring. Akimboy kitobni yopishqa. Hop, Nuqta qo'yaman-da yana bitta qara. gapiring. 22 ham yo'q. Hop. 20 million 800 bersin, ozgina o'tib beraman. 21 million 800 ming so'mga. Ozgina o'tib beraman. O'tib berasiz-a? O'tib beraman. Baraka joningiz bo'lsin. Akalar xudo xolasa nima deyapti mol? 120 plyusda jonivor, men qarang, turishini qarang molni. Molni oldigardan aka buni qo'llariga alohida e'tibor berasiz. Mol kalla, buni bo'yinni ko'ring. Xudo xolasa handalaga ham mana chiqishni boshlabdi. Inshaalloh vodiy yuzidan ko'rib chiqayapman deyish esdan chiqmasin. Chiroyli qilib yana kam xayri bo'ladi. Abduloshim aka bugunga shularmi aka? Bugunga shular xudo xolasa haftaning 7 kunda mol bo'ladi. Videoda qachon ko'rishlardan qat'iy nazar telefon qilsa mol bo'lib qoladi xudo xolasa. Bo'ldi. Aka o'zingizdan bo'lmasam boshqasinikidan bo'lsa ham bitirib berasiz ishni. Mana Saroy territoriyasiga kelsa imkon qadar pullarni olib mol ishlatamiz. Mol qilib jo'natamiz. Tushunarli. Akalar xudo xolasa mana akamning gapini eshitdingiz. Yil 12 oy mol bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kecha soat 12 dami, bir uxlab tursan soat 2, uyqu buzildimi, YouTube'ga shuni kirsangiz, mana mollar chiqib turibdim. Telefon qilavering. Bemalol, arigi nima bo'ladi? Ijolatgarchilik yo'q. Ishni bitirib beriladi aka. Videoda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Like bosib, maksimalni podpishkani yemitiraverasizlar aka. Bunaqasi xudo xolasa inshaalloh Vodiy Yuz kanalida va Abdulla Hoshim akamda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka.